Farg'onadagi uy-joylarning qimmatligi bo'yicha O'zbekistonda nechinchi o'rinda turishini bilasizmi? Birinchi yoki oxirgi o'rinda turadimi? Videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumot beraman. Farg'ona markazida qurilayotgan ba'zi bir uylarning narxi Toshkent shahrida qurilayotgan premium uylarning narxi bilan deyarli bir xil. Demak, biz boshladik. 5-o'rinda Buxoro viloyati. Buxoro viloyatida ko'p qavatli uylarning o'rtacha 1 kvadrat narxi 6.800 dan 8 million so'm oralig'ida ekan. 4-o'rinda esa Navoiy viloyati. Bu yerda o'rtacha uylarning narxi 6.5 million so'mdan 7.400.000 so'mgacha. 3-o'rinda esa hammamiz bilgan Farg'ona shahrida o'rtacha uylarning narxi 7 million so'mdan 10 million so'mgacha boradi. Ikkinchi o'rinda esa bu qaysi viloyat desangiz, bu Samarqand viloyati. Samarqand viloyatidagi o'rtacha kvadrat uylarning narxi boshqa viloyatlarga qaraganda ancha qimmatroq. Ya'ni 8.5 million so'mdan 12 million so'mgacha borar ekan. Birinchi o'rinda esa poytaxtimiz bu Toshkent. Toshkent shahridagi uylarning narxi boshqa viloyatlarga qaraganda albatta qimmatroq, chunki bu markaz bo'lganligi uchun. Siz bu yerdagi uylarning kvadrat narxlari necha pul deb o'ylaysiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring.